Yurak miokard infarktining profilaktikasi. Sizga savol: salomatlik uchun tibbiyotning o'rni necha foizni tashkil qiladi? Ya'ni dorilar, davolanish, tibbiyot markazlarining o'rni. Ishonasizmi, yo'qmi? Bor yo'g'i 14% tashkil qiladi. Qolgan 86% bu sizning sog'lom turmush tarzingizga bog'liq. Yurak miokard infarktini keltirib chiqaruvchi faktorlar. Birinchisi bu chekish. Bir dona chekilgan tamaki zararni bironta dori vositasi o'rnini qoplay olmaydi. Yuqori qon bosimi, ya'ni arterial gipertoniya ham yurak qon tomirlarida xolesterinli plakchalarni rivojlanishiga sabab bo'ladi. Yuqori qon bosimini davosi faqat tabletkalar bilan va sog'lom turmush tarzi bilan davolanadi. Uchinchisi bu genetika yoki nasl. Ming afsuski biz naslni alday olmaymiz, lekin kasallikka moyilligi bor insonlar o'zlarining sog'liqlariga ko'proq e'tibor qilishlari kerak. Qondagi qand miqdorini doimiy ravishda kuzatib borish. Agarda sizda qandli diabet kasalligi aniqlansa, endokrinolog nazoratda bo'lish. Me'yordan ortiq ovqat iste'mol qilish va kam harakatlilik semizlik, arterial gipertoniyaga va qandli diabetga sababchi bo'ladi va insult, infarkt kabi og'ir asoratlarga olib keladi. Biz insonlarning umrini cheksiz uzaytira olmaymiz, lekin insonlarning umrini qisqartirishga sabab bo'ladigan faktorlarni yo'qotishimiz mumkin.